O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidrometeorologiya markazi 7-dan 11-aprelgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz o'zgaruvchan bo'lib, bugun va ertaga O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va juda iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kunduz kunlari 23-28 daraja atrofida, ba'zi joylarda 30 darajagacha bo'ladi. 9-aprel kuni chorshanba kuni respublika janubida, markaziy hududlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat 3-6 daraja pasayadi. Haftaning ikkinchi yarmida respublikaning barcha hududlari bo'yicha havo asosan biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati yana ko'tariladi va ish haftasining oxiriga kelib 28-31 darajada bo'ladi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Shimolda va cho'l hududlarida 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. 7-aprelda respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga keladi. 7-8 aprel kunlari Toshkent va Namangan viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Toshkentda 7-11 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'rtacha tezlikda esadi. Harorat 7-8 aprel kunlari 26-28 daraja, 9-aprel kuni 22-24 daraja, 10-aprel kuni 25-27 daraja, 11-aprel kuni 28-30 daraja bo'ladi. Harorat asosan kechalari 10-15 darajada bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.